Ha, plitalarning davri o'tdi. Do'stlar, mana yangicha uslubda tom yopish. 2 qavatli uyni mana ko'rdingizlarmi? Shunaqa. Ustalarga aytsangiz o'zi tushunadi. Mana shunaqa qilib yopsangizlar bo'ladi. Hisoblab ko'ringlar, agar arzon tushsa bu yaxshi. Tez bo'ladi. Mana penoblok. Bu nima? Beton. Mana turibdi. Xonaning eni 4 metr, 3,5-4 metr chiqadi. 7 metr chiqadi bunaqasi. Mana. Shuni ham bir ko'ringlar. Bu Rossiyada qilingan bu. Bu gazoblokni sifatlisi qilinganda. Biz tarafda barmoq kirib ketadigan bor-ku, u bo'lmaydi. Bu qanday qilinganini aniq bilmayman. Lekin bitta uyga remontga kelgandik. Mana uy birinchi etaj shpon shunaqa, ikkinchi etajda stashka quyilgan ekan. Chiroyli qilib, buni ustidan stashka quyib qo'yaverasizlar. Hamma uy shunaqa. Mana hech qanaqangi trishina, hech nima yo'q. Hech qanaqangi trishina, osilib qolgan yeri mana yo'q. Teppa-tekis. Mana ko'rdingizlarmi? Teppa-tekis. Mana shunaqa qilib qo'y. Menimcha bu quyilgan, buni ichidan armatura o'tgan bo'lishi ham mumkin. Buni ichidan armatura qoqilib. Yo bu yerga minib turibdimi, minmay turibdimi, shuni bilmadik biz. Menimcha minib turgan shey ekan. Bu yerni eni bir qarach 20 santimetr ekanda, 20 santimetr. Blok mana bunaqasiga bosilgan. 25 ga. Teppa-tekis. Buni ham sinab ko'ringlar. Mana. Do'stlar. Mana koridor ham shunaqa qilingan. Barcha birinchi etaj faqat. Banilar ham. Like bosing, obuna